Bu savolga savobli insonlar javob bera olyapti. Men iyat aytmoqchiman deyishda bu joyga tushmadi. Yuqoridan turib gapirish oson. Yetish uchun qanchalar mehnat qilish kerak. Mana shunday natijalarni sizlarga tilab qolaman. Chunki bugun sizga shunaqayam chiroyli sovg'alar kutmoqda. Ko'ryapsizmi? Ham bugun chiroyli kayfiyat, ham boy ayollar ichida va albatta sovg'asiz ketmaymiz. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Yaxshilab olqishlashimiz kerak. Sizlar